Hozir 180 kvadratlik biz obyektga kelganmiz. Baho berilib, bay uyimiz ham uy ekan. Juda ham chiroyli chiqdi. Hozir sizlar bu summani eshitsalaringiz agar hammalaringiz jetga tavaringiz qilganlaringiz keladi. Mana shu hovlimiz ustaqi, material hamma narsasi ichida $1600 ga bitgan ekan. Juda ham zo'r summaga bitgan. Ustaqi, material hamma narsasi ichida. Fasad qismini mana shu chiroyli holatda rombik fasonda ustaqlar bitkazib berishgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Hovliga fasoniga bitta baho berib qo'yasizlar. Mana bu tomonlaridan arkalarini двойной rombik fason urib berganlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Yaltirashlariga bitta alohida baho bersalaringiz bo'ladi. Ustaqlarimiz 12 davlat bo'yicha xizmat ko'rsatar ekanlar. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Yaltirashlarni qaranglar. Devorni qayerdan ko'rishlaringizdan qat'iy nazar chiroyli yaltirab zo'r chiqadi. 10 yillik garantiya bor mana shu ishlarga. Murojaat qilinglar, chiroyli narxlarda urib beradilar. $1600 ga bitgan obyektni bugun sizlar bilan ko'rib chiqdik. Ustaqi, material, tiyaga hamma narsasi ichida mana shu summaga bitgan ekan. Bemalol murojaat qilaverasizlar, sizlarning hovlaringizni mana shu chiroyli holatda bitkazib beradi. Uyning fasad qismini remont qilaman degan akalarimizga bu videoni tashlab qo'yamiz. Bemalol gazini o'z telefon qilaverasizlar.